Bu artistlarning keladimi yo'q? Asla kel. Aylo, bir minut aylo. Atsamat. Muxbirlar, menga qara. Mana shu to'yxonaga borib, men aytgan o'yinchi bo'lsa, qo'shiq aytaman. Bo'lmasa bironta ham qo'shiq aytmayman. Hofiz, xavotir olmang, o'yinchi kelgan. Joy-joyiga. Kelganmi bo'lmasa kiramiz bo'lmasa, ha? Hofiz, bundan bo'lsa kiraman, bo'lsa kirmayman. Qising bo'lmasin, Juma. Qism bo'lsa bo'ldi. Qishloqdoshlar, assalomu alaykum. Mana bugun to'yni ham ochib oldik. Xo'sh, kelin-kuyovni oldini ochib qo'ying. Ko'chalarda ovoz qilish kerak. Endi so'z navbatini qishlog'imiz faxri bo'lgan Noiloj guruhiga beramiz. Hurmatli aziz do'stlar, mana 2 yoshli sunnat nikoh to'yiga shu fursatdan foydalanib men bu 2 yoshga baxt tilayman. Mana bu qo'shiqlarimiz, eng oldi qo'shiqlarimiz sizlar uchun do'stlar. Bir ketdi. Yak gulda xonim yak gul. Bir. Ye, Juma, nima qilyapsan sen? Ammo bilki ketdingmi? Uxlatakan-kisan. Qara bunga tiq. Ey gulda xonim vajaling, mayli menay jon. Aka, iltimos. Sen jonli aytyapsanmi yo menga eshitilmayaptimi? Aka, kim bu? To'y degasimi? Aka, sen. Yig'ishtir buning. Muxbirlar. Va Juma qani Juma? Juma yig'ishtir hamma narsani. Juma.